Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, yosh oila uchun Xorazmskidan bir xonali kvartira topib qo'yamiz. Kvartiramiz 2 qavatli domning 2-etajida joylashgan. Bitta kichkina oila kelib, maza qilib yashaydigan joy. Qanunda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga shundoqqina kirib oldik. Kirganimizda prixoshka qismi ko'rib turganingizdek yaxshi o'rtacha holatda kirganimizda shundoqqina chap qo'lda tualet vannalari joylashgan. Bitta xona bo'lgani uchun tualet vannasi bitta bo'ladi bular. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz. Oshxonamiz ham mana remontlar o'rtacha holatda, gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q ekan. Bu yoqda bir xonali bo'lgani uchun faqatgina sushilka qismi bor ekan, balkoni yo'q. Oshxonadan o'tganda mana asosiy xonamizga o'tib olamiz. Asosiy xonamiz remontlari yaxshi holatda, bemalol kirib yashasa bo'ladigan holatda. Bu yoqqa chiroyli holatda televizorlarni ilib qo'yibdi, bularni tashab ketadi. Mana shu uyimizda ko'rib turgan mebellarimizni bir 50% tashlab ketdilar ekan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek bitta kichkina oila kelib maza qilib yashaydigan holatda. Bu uyimizni egalari narxini 17.300 etib belgiladi. Pastda raqam qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Xorazmskidan bir xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.